Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhaciratdagi aziz qarindoshlarım, bugün taze yaxshi qo'polmay qoldik. Vatanimizda bo'layotgan zulm, birda vatanimizdagi asirlar, yana birda Suriyadagi begunoh chiqib qolgan bolalar va onalari. Bularga qo'limizda kelganini qildik. Qo'limizda bor narsani qo'limizdan kelishicha berdik, ammo hozir yetarlik bo'lmayotganligini his qildim. Şunlaçqa ular Xitoy achirib ketib, u yerda yo'q qilishdan burun men o'zimning bir börikini setishga chiqarishga qaror berdim. Börikimni sotaman. Shu yerdagi aziz qarindoshlarimni qutqizish uchun agar böbrek kerak bo'lganlar meni aranglar 538 524 17 01. Böbrekimni setib bo'lsimi, shu iqtisodni shu qarindoshlarimga yordam qilishga qaror berdim. Allohga emanet. Assalomu alaykum.